Assalomu alaykum. Men Xorazm viloyatidagi Yangibozor tumani 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-B sinf o'quvchisi Gulimboyeva Mavludaman. Men 2-sinfimdan buyon kitob o'qishga qiziqaman. Shunday ekan, o'tgan yili o'quv yili davrida bir qancha jahon adabiyotiga doir kitoblarni, jumladan Tom Soyerning sarguzashtlari, Yovvoyi Yo'rg'a, Shumbola, Chingiz Aytmatovning Bolaligim qissasi, Uloqda va boshqa ko'plab hikoyalarni mutolaa qildim. Bulardan menga eng manzur bo'lgani Charles Dickens qalamiga mansub Oliver Twist'ning boshidan kechirganlari asari bo'ldi. Ushbu asar 1837 va 39-yillar oralig'ida roman janrida dunyo yuzini ko'rdi. Asarning bosh qahramoni yetim bir bola Oliver Twist bo'lib, asarda uning hayoti haqida hikoya qilinadi. Asarning bosh qahramonlari Mehnat uyi, Beagle, Mr. Bumble, Miss Rosie, Mrs. Garri, Mrs. Losberne va boshqa ko'plab obrazlar mavjud. Asarning qisqacha sujetiga to'xtalsam, Oliver Twist'ning onasi mehnat uyiga og'ir ahvolda kelib qolishi va Oliver Twist'ni dunyoga keltiriboq bu olamni tark etishi va Oliver Twist 9 yoshigacha mehnat uyida zug'um va qiynoqlar bilan voyaga yetishi bilan asar boshlanadi. Keyinchalik uni tobusozlikka, so'ngra cho'ntakkesarlikka, shogirdlikka berishmoqchi bo'ladi. Lekin Oliver Twist u yerlardan Londonga qochib ketadi va keyinchalik asar davomida London ko'chalaridagi sarguzashtlari, jinoyatchilar to'dasiga aralashib qolishi va bir safar yaralanganda esa taqdir taqozosi bilan uy egasining yosh bittasi Mrs. Rosie uning xolasi ekanligi ma'lum bo'ladi va uning eri Mrs. Losberne saxovatpesha Mrs. Garri bilan baxtli hayot kechirishi bilan asarimiz yakun topadi. Asarda yetim bolalarning og'ir sharoitlarda o'sishi va ularning hayotdagi qiyinchiliklari tasvirlangan bo'lib, muallif Oliver Twist orqali hayotdagi, ya'ni real hayotdagi voqealarni hajviy, ya'ni kulgu orqali ifodalab bergan. Asarda muruvvat, ezgulik va adolat kabi g'oyalar ilgari surilgan.